Yurtimizda kelajak yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor, ularning bilimli, iqtidorli va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar bugun o'zining amaliy natijalarini bermoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor va yaratilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlar safi tobora kengayib bormoqda. Buning yaqqol misoli sifatida Chortoq tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyatini keltirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xorijiy tillarni o'qitishni ommalashtirishni samaradorli yo'lga qo'yish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror yuzasidan mamlakatimizning barcha ta'lim muassasalarida, xususan bizning Chortoq tumanidagi 47-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib, o'quvchilarimiz tomonidan qo'lga kiritilayotgan milliy va xalqaro til sertifikatlarini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari maktabimizda ingliz tilidan tashqari nemis tili fanni ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitilishi ustozlarimiz va o'quvchilarimiz uchun yanada quvonarli holat va o'ylaymanki bu o'quvchilarimizni xorijiy tillarni o'rganishdagi imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. 47-o'rta ta'lim maktabimizda bugungi kunda bir qator o'qituvchilarimiz ingliz tili aniq fanlardan 50-70% gacha ustamalar bilan ishlab kelishmoqda. Shu o'rinda matematika fanidan Sharif va Nasib ustozimiz, ingliz tili fanidan bir qator o'qituvchilarimiz 50% xalqaro va milliy sertifikatlarga ega bo'lib, maktabimizda faoliyat yuritishmoqda. Mazkur ta'lim muassasasida o'quvchilar va pedagoglar uchun yaratilayotgan zamonaviy sharoitlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Maktabda o'quvchilar dars jarayonida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, fan olimpiadalari, turli tanlov va musobaqalarda munosib ishtirok etishmoqda. Kuni kecha bo'lib o'tgan xalqaro jadidlar izidan tanlovida faxrli o'rinni qo'lga kiritdim va shu bilan birgalikda jadidlar ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu yo'nalishda yozgan maqolalarim xalqaro miqyosida e'tirof etildi. Kelajakda jadid bobolarimiz kabi yurtimizni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman. Shu bilan birga ustozlarning fidokorona mehnati va mas'uliyatli yondashuvi natijasida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari izchil rivojlanib bormoqda. Darslardan so'ng o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida maktabda fan, sport va madaniy yo'nalishdagi turli to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu to'garaklar orqali yoshlar o'z qiziqishlari va iqtidorini namoyon etish, bo'sh vaqtlarini foydali mashg'ulotlar bilan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Shu maktabda o'qish mobaynida ingliz tilidan xalqaro sertifikatni, ona tili va adabiyot fannidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Buni zamirida muhtaram yurtboshimizni biz yoshlarga qaratayotgan e'tiborlari turadi. Kelajakdagi maqsadim o'qituvchi bo'lib, yurtimiz rivojlanishiga hissa qo'shish. Maktabda o'qish mobaynida ingliz tili fanidan xalqaro sertifikatni qo'lga kiritdim. Albatta bu natijaga erishishimda ota-onam hamda ustozlarimni qo'llab-quvvatlashlari, mehnatlari katta. Hozirda men erishgan sertifikatim o'zim istagan oliy ta'limga kirishga menga 100% imtiyoz bo'ldi. Kelajakda biznesni boshqarish sohasidan ketib, yurtimiz rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman. Davlatimiz rahbariga biz yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu esa ularning nafaqat bilimli, balki jismoniy va ma'naviy rivojini ham ta'minlaydi. Eng muhimi, maktab jamoasi o'qituvchilar va o'quvchilar hamjihatlikda yaratilayotgan sharoitdan unumli foydalanib, kelajak sari dadil qadam tashlamoqda. 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida olib borilayotgan ushbu ishlar yurtimizda yoshlarga berilayotgan e'tibor va ishonchning amaliy ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda.